Bir avliyo aytar ekanlarki, yaxshi ham shu qiyomat bor deyar ekanlar. Shunda shogirdlari, ustoz, nimaga shu gapni ko'p gapirasiz? Nimaga shuni deysiz deganda aytgan ekanlar. Dunyoda ikki xil toifa odamlar bor. Bir toifa bor, xohlagan ishini qiladi. Xohlagan ishini qiladi. Qumormi, yolg'onmi, kayf safomi, zinomi, urushmi, o'ldirishmi, kibrmi, birovni izzat qilib ustidan kulishmi, yo birovni tuhmat qilib yozib tizib ishdan bo'shatishmi, hamma yomon ishni qiladi. Lekin u odamlarning jazosidan ko'proq qutuladi shunaqalar. Yo puli bor, yo tanishi bor, yo pabekka chiqib ketadi, yo nimadir jazo olmaydi. Yaxshi ham qiyomat borki, bularda har qandoq zo'ri bo'lsa-da Xudodan qocha olmaydi. Xudoga o'zini zo'ravonligini o'tkaza olmaydi. Yaxshi ham qiyomat borki, Alloh bularni nakazat qiladi albatta. Va yana aytar ekanlar, yaxshi ham qiyomat borki, bu dunyoda uyqusi kelsa ham uyqudan turib ibodatini qiladi. Sovuq bo'lsa-da borib jumada o'tiradi. Kayf qilgisi kelsa ham kayf qilmaydi. Zino qilgisi kelsa ham zino qilmaydi. Urib ishini to'kib qo'yaladi, qo'y deydi, bu gunoh bu deydi. Chunki birovni urish gunoh-ku, qon to'kish harom-ku. Qo'y deydi, xo'p bo'ladi deydi. Urmaydi, pichoq qilmaydi, ketadi. Yaxshi ham qiyomat borki, shular mukofotini oladi deydi. Bu nima degan akalar? Ichimizda ham xuddi shunaqa ikki xil toifa odam hozir o'tiribmiz. Xohlagan yomonligini qiladiganlar o'tiribdi. O'sha xohlagan yomonligini qilmaydiganlar o'tiribdi. Qilalmaydigan emas, qilmaydiganlar o'tiribdi.